Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birgalikda mana shu dizayn bo'yicha veb-sayt quramiz. Buning uchun birinchi o'rinda biz yangi papka yaratib olishimiz kerak. Yangi papka new folder yaratamiz. Bu faylimiz nomi masalan lotin harflarida nima bo'lsin nomi? Nima nom qo'yaylik? Olma degan veb-sayt qilamiz. Olma uchun veb-sayt, sotuvchi veb-sayt. Dinaga sotamiz. Xo'p, olma degan veb-saytni olaman, Visual Studio kodga tashlayman. Endi doimgidek qiladigan shu men shuni bosaman. Va mana bu qismda men hamma narsaga ishonaman, okey deb bosib qo'yaman. Okey, bizda hamma narsa chiki-chiki ishlashni boshladi. Xo'p, birinchi o'rinda men bitta fayl ochaman, faylim nomi index.html degan papka bo'ladi. Xo'p, shift bilan birda bosaman, enter bosaman, saytimizni qurishni boshlaymiz. Xo'p, saytimni birinchi layout qismini qurib olaman. Layoutim 3 ta qismdan iborat. Header. Keyingisi nima edi? Main. Oxirgisi nima edi? Footer. Ya'ni 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Ha, men mana bu main bilan footerni o'sha ko'z ko'rmaydigan joyga jo'natib olaman. Ketdi. Headerdan boshlayman. Header qismimizda bizda endi bunday ko'rib olaman. Birinchi yaqinlashtiraman. Вот так. Bu qism ham kerak emas. Вот так, mana bizda logotip bor ekan, navigation bor ekan, bitta button bor ekan. Xo'p, qurishni boshlaymiz. Header. Birinchi qiladigan ishim bitta image olaman. Yoki shunchaki H3 da yozaman. H3 da men Olmajon deb yozaman. Saytimiz nomi Olmajon degan veb-sayt. Olmajon tagida bitta navigation bor. Buning ichida linklari bor. Birinchi linkimiz ./index.html ga boradi. Xo'p, bu nomi bosh sahifa bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi doim bosh sahifadan iborat bo'ladi. Ikkinchi saytimiz, qaranglar, agar bizda veb-saytimizga hech qanaqa narsa qo'ymay tursak, mana bu href degan joyga bor-ku, mana buni reshotka qo'yib tursak bo'laveradi. Reshotka yaxshiroq. Bu masalan mahsulotlar, sulotlar degan page bo'ladi. Yana bittasida nima bo'lsin? Kontakt bo'lsin. Bog'lanish degan page bo'lsin. Mana kontakt page. Kontakt page bo'ladi. Xo'p, 3 ta narsa yetadi. Uni pastida bitta button bor, button. Buttonim nomi boshlash bo'lsin. Boshlash bo'lsin, doim yoki login bo'lsin. O'zbekcha veb-sayt qilsak boshlash bo'ladi. Mana boshlash. Okay, go. Xo'p, button bor ekan, logo bor, linklar bor. Xo'p. Endi buni bitta go live qilib ko'ra olaman. Xo'p, Olmajon bosh sahifa mahsulot, kontakt bo'ldi. Hammasi bor, shatda. Yaxshi. Endi men bunga ozgina bitta style beraman. Headerga bosaman. Style beraman. Style. Display, ya'ni bizdagi ekranimiz ko'rinishi, flex, hamma narsam yonma-yon. To'g'rimi? Endi bizdagi elementlarni baland pastligi har xil. Bu narsa nomi align deyiladi. Align items center, ya'ni hammasi o'rtaga kelsin. Xo'p, va qarasam mana bu hamma narsa qayerda turibdi? Chekkada turibdi. Endi bu narsani men justify bilan yozaman. Justify content center. Qisqa mana yonma-yon bo'lib qoldi. Endi men qilaman. Gap beraman, ya'ni bo'sh joy beraman. Gap gidetda bir 40 piksel beramiz, 40 piksel yetadi. Xo'p, endi bizda wrap degan narsa bor. Flex wrap yozib qo'yaman. Endi bu nima degan? Ekranim hozir katta, to'g'rimi? Lekin ekranimni men bunday qilib kichkinlashtirsam, mana qaranglar. Ekranimni kichkinlashtiryapman, mana bu narsa nima bo'lib qoldi? Birin-ketin pastga tushyapti. Agar men shuni narsani, mana bu wrapni o'chirib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Qaranglar, ekran kichkinlashtiraman. Bo'ldi. Qotib qoldi. O'shaning uchun men mana bu joyga flex wrap wrap deb yozib qo'yaman. Ya'ni bu narsa agar sen endi katta kichkinlashib ketsa, mana bunaqa o'ralib qolgan degan narsa bo'ladi. Bu narsa o'zi nimaga kerak? Aynan mana shu narsaga kerak. Xo'p, endi men mana bu stylni shunday olaman-da. Qayerga qo'yaveraman? Mana bu navigation ichiga qo'yaveraman. Chunki ikkalasi mana bu bilan men qilyapti turgan ishimiz bir gap bir.
Вот так. Nice. Endi biz ikkinchi qismni qo'yamiz. Bizda ikkinchi qism bor. Qarasam bizda mana bitta qism bor ekan, main qism bor ekan, sectionda hero degan qism bor ekan. Xo'p, biz mana bu qismni tugatdik. Yaxshi. Endi men mana bu qismdan main jonni chaqiraman. Main jon bu yoqqa kel deyman. Xo'p, main qismi keldi. Endi main ichiga yozaman. Xo'p, birinchi men section olaman. Section qism olaman. Вот так. Sectionimga nom beraman. Class degan narsa bor, bu nom berish uchun ishlatiladi. Bu narsaning nomi yoki ID beraylikmi? Keling, ID beramiz. ID'imizning nomi hero bo'ladi. Nomi hero. Qahramon degani o'zi o'zbekchaga tarjima qilgani qahramon bo'ladi. Xo'p, qarasam hech narsa o'zgarmadi. Chiqmadi. Xo'p, mana ikkita qism bor ekan. Bu birinchi div, bu ikkinchi div. Men div ochaman. Bitta div, ikkinchi divni ochaman. Xo'p, birinchi divimda menda yozuvlar bor ekan. Bitta yozuv bor ekan katta, ikkita kichkina yozuvchi, bitta button bor ekan. Katta yozuv hech birda bo'ladi doim. Olmajon firmasiga xush kelibsiz. Olmajon firmasiga xush kelibsiz. Xo'p, buni pastga yozaman. H3 da bizda ko'plab mahsulotlar bor. Mavjud dedim. Endi matga bitta button qo'yaman, bitta ham qo'yaman-da, nomi mahsulotlarni ko'rish bo'ladi. Ko'rish degan mahsulotlar mavjud. Ularni ko'rish uchun nima qiling? Tugmani bosing. Tugmani bosing deb yozib qo'yaman. Xo'p, buttonga o'taman mana. Olmajon firmasiga xush kelibsiz. Bizda ko'plab mahsulotlar mavjud, ularni ko'rish uchun tugmani bosing. Ko'rishni bosaman. Xo'p, uni oldiga bitta rasm qo'yaman. Divning ichida bizda image bor. Image'ga. Xo'p, kelinglar, bu yerga Dinayning rasmini qo'yamiz. Dinay O'zbekiston. Mana shuni qo'yaga. Dinay. Copy image address. Ctrl V. Bu joy Dinay logosi bo'ladi. Xo'p, qilsam mana ikkalasi tushdi. Yaxshi. Dinayimiz kattagina ekan. Bunga bitta width berib yuboraman. Width bir 300 pikselcha yetadi. Mana 300 piksel bo'ldi. O'sha ekranim tushdi. Endi men sizlar bilan qilgan ishni yana bitta takrorlayman. Main degan tegim bor, uni ichida section bor, sectionga men class beraman. Klassim qanaqa bo'ladi desanglar, mana bu navga class berdim-ku. Xuddi o'sha bilan birga bir class olaman. Ctrl V ni qo'yib yuboraman. Вот так. Tushdimi? Yonma-yon bo'lib qoldi. Yaxshi, lekin mana bu ikkita qism juda ham katta bo'lib ketyapti. Buni kamaytirish uchun bizda yo'llar ko'p. Mana bu qismni 80 qilib qo'yish mumkin. O'rtasidagi pikselni. Mana yonma-yon bo'lib qoldi. Xo'p, va mana bu joyga biz width berishimiz mumkin. Width maksimalniy widthing deyman. 800 piksel. Ya 800 kamroq ekan. 1000 piksel bo'lsin. 1000 ko'proq ekan. 900 qilaychi. 900 qildim. Где-то bir 950 piksellar. Xo'p, endi men aytgan bitta klass berib yuborsam. Xo'p, xuddi shunaqa bo'ldi. Endi mana bu 950, 980. Ha, qaranglar, endi mana bu tepasi bilan pastdan joy otib qoldi. Ikkala tarafni bir xil qilish uchun men tepasiga narsa beraman. Sectionga o'taman-da. Padding beraman. Padding 80 piksel. Bu ikkalasini tepasidan pastidan joy tashab beradigan narsa.
Padding ko'proq ketdi. Nega o'xshamadi? 20 piksel berib ko'raman. Вот так, mana tepasidan pastdan joylar ochildi. Xo'p, 25 piksel berib ko'rsam. 25 ko'payib ketib qolyapti. Buni 1000 qilib qo'yaman. Padding top beraman shekilli. Padding top. Padding top 20. Hop, 50. Вот так. Bizning veb-saytimiz уже tayyor bo'ldi. Xo'p, xuddi shunaqa qilib biz veb-saytlar quramiz. Mana bu qismda kichkinlashtirsak bo'ladi. Buning uchun men nima qilsam bo'ladi? Menimki 900 qilaman buni. Va bizda mana bu divimiz bor-ku, men shunga style beraman. Aytaman, maksimalniy vitsing, uzunliging 400 piksel. O'xshadimi? Xuddi shunaqa qilib biz veb-saytlarni qurib chiqishimiz kerak bo'ladi sizlar bilan. Xo'p, quramiz sizlar bilan. Ketdik, boshlaymiz.